battarman. Jamshid akaga xo'jayinlarni olib kelgan edim. Endi 5 kundan keyin o'zim kelib, mazam bo'lmaganiga bo'shashib ketyotgandim. Hamma yog'im urishib, so'yib, muzlab ketyotgandim. Shamollashim kuchli edi. Ko'zimda xiralik bor edi. Bugun 3-kuni. Xudo xolisa menga 2-kundan bilindi. Shunda ko'zlarimdan yoshlar oqib, kechasi bilan ancha yaxshi bo'ldim. Tishlarim, milklarim og'rib, 10 kundan beri tali tishimni olib tashlagan edim. Hozir yaxshi turibdi. Shiq etib tushyapti joyiga, yaxshi. O'zimda o'zgarish bor. Quvvatlarga ancha kirdim. Oldin qizimasdingiz, ism? Yo'q, oldin umuman qizimaganman. Oyog'im doim muzdek, tanam doim muzdek bo'lgan. Ushib yotardi, hamma yog'im muzlab turardim. Qalin kiyim olardim. Hech kim kiymagan vaqtda men qalin kiyim kiyib olardim. Boshimga ro'mol o'rab, enimga nimchalik kiyib olardim. Hozir yaxshi. Xudoga shukr. Qizib, birinchi kundan. Hozir birinchi kundan, hozir uje men 3-kuni uje yaxshi qizib, tellab boshqa qilib keldim hozir ham. Mashinada kelguncha ham qizib ketib, betoqat bo'lganga o'xshab isib ketib keldim. Bugun televizorda boshqacha ko'rdim dedingiz-ku, ko'rishingizda. Televizorda men televizorda qarab ko'rardim. Uzoqdan diktorlarning ko'zini ko'rmayapdim. Lekin chap ko'zimda qanaqadir nimadir borga o'xshab 2 xil ko'rinardi. 2 ta bo'lib ko'rinardi-da, yo'l to'suvga o'xshab. Hozir yaxshi. Xudoga shukr. 3-kundan menga bilindi. Juda ixlos qilib keldim. Alloh taolo mehribon zot, mana shifoyi komil bergan rost bo'lsin. Qolgan kasalliklaringiz ham, yana ko'z nuringiz yana ham o'sha yoshligingizdek bo'lib, qaytishlikda Allohdan so'rab qolamiz. Alloh mehribon. Mana natijalar yaxshi, Xudoga shukr. Mana xo'jayiningizdda ham ancha o'zgarish bor. O'zgarish bor. Shularga o'zgarishga qiziqib, lekin mana o'zim olishga qaror qildim. O'tgan kun telefonda o'zlari bilan gaplashdim-da. Hech bir anaqasiz gaplashdilar-da. Eshitishlari ham yaxshi bo'lib, yaxshi eshitib gapirishdilar. Alloh taolo shifoyi komil bergan bo'lsin. O'zi mehribon zot. Taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub ilayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Auzu billahi minas samiil alim minash shaytonir rajim. Amantu billahil azim va kafartu bil jiddi va taghut fastamsaktu bil urwatil wusqa la infisama lahu wallahu samiul alim. وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شفاء كامل شفاء على عطايته المسلم هم الصواب والإذن سلامة والإذن الرحمة صواب والإذن